Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Uzmaster. Bugungi videoda men Minecraftga Gamburga tanlashni o'rgataman. Uzr adashib ketdim. Bugungi videoda Minecraftga top 5 video uchun kerakli bo'lgan modlarni ko'rsatib o'taman. Stop. Biz kanalda 1200 ta negrozlar paydo bo'lib qopti. Buni endi nishonlash kerak. Bo'ldi, nishonlab bo'ldik. Gapni rezinga qilib o'tirmasdan tezroq videoni boshlaymiz. Sizlar bo'lsa obuna bo'ling. Mana Minecraftga ham kirib qoldik. Xo'p, birinchi modimiz bu kaltay modi, lekin kaltay mod emas, bu qandaydir kamera bo'ldi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Invertorga kirib olamiz. Hozir F5 to'g'rilab olay bo'ldi. Cho'pakni olamiz, tepada turibdi. Olganimizdan keyin buni bosib turamiz. Bu invertordan bosib turganimizda mana har xil yozuvlar chiqadi. Shulardan bittasini tanlab turib, ichida yana bitta yozuv chiqadi. Shuni tanlaganimizda mana kameramiz o'zgardi. Mana skinimiz o'zidan o'zi yuribdimi? Yo'q, yurmayapti. Men boshqaryapman. Har xil kamera qilsa bo'ladi. Bu video uchun juda ham kerak bo'ladi. Siz endi NPCga o'xshab buni ham odam xullas odam bilan yurishinglar shart emas. Mana do'stlar, tepadan ham ko'rsanglar bo'ladi. Pastdan ham ko'rsanglar bo'ladi. Har xil nimalarda ko'rsanglar bo'ladi. Mana pastdan ko'rsanglar bo'ladi. Hammasini tozalash uchun hozir ko'rsataman do'stlar. Mana yana 5-6 tasini ko'rsatib olay mana do'stlar. Hammasini tozalash uchun Clear L ni bossangiz past mana eng boshida turadi va tozalanadi. Mana do'stlar, sizlarga juda ham kerak bo'ladi deb o'ylayman. Bo'lmasam keyingi modga olg'a. Keyingi modimiz tugmalarni yo'q qilish modi. Mana do'stlar, tugmalar bo'lish kerak edi. Yo'q bo'pti. Hozir kunduz qilar edi. Qayoqqa kirdim? Bo'ldi. Va kunduz qilganimizda mana do'stlar tugmalar yo'q bo'ldi. Mana yurish, sakrash va xullas shunaqa yo'qoldi va hokazo demoqchi edim. Mana nastroyka shular ham yo'q bo'ldi. Bu haqida ma'lumot berishim shart emas. Mana do'stlar, o'tirib turib shunaqa qilsanglar bo'ladi. Bo'lmasam keyingi modga olg'a. Keyingi modimizni ko'rsatamiz. Qoch creeper video olyapman. Hozir keyingi modni ko'rsatamiz do'stlar. Keyingi modimiz bu mashina modi, lekin oddiy mashina emas, poyga mashinalar modi va yana bir ikkita fokus ko'rsataman sizlarga. Mana shu gayka kerak. Shular kerak, keyin bir ikkita rang kerak. Tak. Endi mashinalarga o'tamiz. U tuxumlarning ichida bo'ladi. Mana tuxumlar orasida yotadi 5-6 tasi. Tak, biz olamiz kerakliklarini. Hozir hammasi kerak. Endi video uchun olamiz. Qo'lda ham animatsiyasi chiroyli. Olganimizdan keyin yerga qo'yamiz va do'stlar, mana kirganimiz juda ham chiroyli. Ichi saloni juda ham chiroyli. Hamda esa mana skorslarni ham ko'rsatadi do'stlar. Qaranglar, mana nechiga bosayotganini ham ko'rsatadi. F5 modda ham juda ham chiroyli animatsiyasi bor. Va do'stlar, chiqib ketganimizdan keyin sizlarga fokus ko'rsataman dedim. Mana qarab turinglar do'stlar, hozir rangini o'zgartiramiz. Mana rangini ko'rsatay sizlarga. O'zgartirganimizdan keyin mana bu to'g'rilash, masalan, urganinglardan keyin to'g'rilashi. Va endi mana nihoyat ko'rsatamiz fokus va do'stlar, mana kichkinagina mashinacha bo'lib qoladi. Uni ustida hatto o'tirsanglar ham bo'ladi, hatto uni minsanglar ham bo'ladi. Lekin juda ajoyib. Garochi e'tibor bermaymizda mazza qilib mashinani ustida yursanglar ham bo'ladi. Video uchun juda kerak bo'ladi bu, ayniqsa kichkina mashinalar bo'yicha challenge yoki o'g'rilikka tushganda xullas shunaqa videolar yoki prosta dekoratsiya uchun shunaqalarga ham juda ham kerak bo'ladi. Qo'lda ham chiroyli turadi mana do'stlar. Ozgina qotyapti. Mayli, qotsa qotursin. Mana do'stlar, mazza qilasizlar. Do'stlar, yurganimizdan keyin bu hatto o'zi jicha ham yurar ekan. Mana tez yurib turib shunaqa qilaylik, mana o'zimizdan oldinlab ketarkan. Buni yana katta mashina qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Eng muhimi shu gayka. Va buni har xil ranglari bor, lekin qo'lda qora shunaqa chiqar ekan. Xullas, mana do'stlar, jonini ko'tkazib turib endi buni karmit, ya'ni to'g'rilasak bo'ladi. Xo'sh, menimga bu mod juda ham yoqdi. Poyga mashinalar modida bemalol ishlasak bo'ladi. Juda ham animatsiyasi chotki, undan ko'ra mazza qilib tomosha qilinglar yurishdi. Ichi ham chiroyli.
Tiq mashinalar qo'yib ketamiz. Bo'lmasam do'stlar keyingi modga o'tamiz. Keyingi modimiz mebel bo'ldi, lekin oddiy mebel emas, juda ham chiroyli, hatto ishlatsa ham bo'ladi. Mana do'stlar, pianino, buni ham cho'sanglar bo'ladi va qutilar. Xo'sh, bular oddiy quti emas, oddiy quti просто. Keyin notebook ham bor. Mana bularni ishlatsanglar ham bo'ladi. Birma-bir sizlarga ko'rsatib o'taman, mazza qilib ko'rasizlar. Lekin juda chiroyli va juda zo'r. Tovuqqa nima bor? Hozir do'stlar ovozini sal sizlarga balandlataman. Hozir pasaytirdim. Do'stlar, telefonning ovozini sal pasaytirdim. Hozir baland qilib ko'rsataman do'stlar, eshitinglar. Bu notebook edi. Bu esa PlayStation'niki yoki game, xullas shunaqa. Endi pianinonikini eshitinglar. Shunaqa chalsa bo'ladi. Mana bu ham xuddi shunaqa ovoz chiqaradi. Hozircha ham bezovey do'stlar, bag'olib xuddi shunaqa ovozda xullas. Va men tovuqqa nima bo'lay? Jo'ja degani mana bu oddiygina quti. Mana do'stlar, pasaytirib ovozini endi. O'zali Minecraft ovozi g'alati bo'lib chiqadi. Mana shu notebook, bu oddiy quti, lekin dekoratsiya uchun juda ham chiroyli. Xuddi uyga ketayotgan yoki ko'chga ketayotgan qishloqqa shunaqa videolarga juda ham kerak bo'ladi. Mana ustiga chiqib bemalol yursanglar ham bo'ladi. Xullas juda ham ajoyib mod bu. Bo'lmasam keyingi modga o'tishidan oldin bu modlarni Telegram kanalimda o'rnatsanglar bo'ladi va uni qayerdan topishni o'zim aytaman videoda oxirida. Mana bu notebook. Xo'sh, endi bemalol shuni stream qilsanglar ham bo'ladi. Keyingi modga olg'a. Keyingi mod shader modi. Mana do'stlar, o'zingizlar atmosferani ko'ryapsizlar, bulutlar chiroyli. Endi bu suv va lavani o'zgarishini ko'ramiz. To'g'risi, rasmida suv bilan lava o'zgarishini ko'rgandim. Birinchi suv tekshirib ko'ramiz. Kichkinagina g'or sochib olamiz va endi suvni tekshiramiz. Suv ozgina bo'lsa ham anaqa tiniqlashibdi do'stlar. Endi bo'lsa lavani ko'ramiz. U juda ham chiroyli bo'ladi rasmda. Lavani o'zi yaramayapti-ya, yolg'onchilar. Rasmni ham zo'r qilib qo'yishibdi omma bor. Do'stlar, shu shader haqida ma'lumot shu. Bo'lmasam men keng modga o'tmayman, chunki 5 ta mod bo'ldi. Bo'lmasam sizlarga Telegram kanalida qayerdan topishni videosini hozir qo'yib beraman. Telegram qidiruv joyiga Minecraft'lar deb yozsanglar, birinchida turgan Uzmaster degan kanal chiqadi. Shu mening kanalim, qo'shilib qo'yamiz. Do'stlar, bu yerda har xil modlar tashlanadi, skinlar tashlanadi, qo'shilib qo'yamiz. Do'stlar, video tugadi. Modlarni obzor qilib berdim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. 1500 taga. Endi maqsad 1500 ta bo'lish. Hammaga xayr, ko'rishguncha sog' bo'linglar.